Shunchalik osonmi? Nimani aytyapsiz? Muhabbatingga yarasha javob qaytarmagan odamni sevish. Bu dunyodagi eng yaxshi tuyg'u. O'zingizni nochor his qilmaysizmi? Mutlaqo. Javobsiz sevgidan-da qudratliroq narsa bormikan? Uning ikki kishi orasida bo'linadigan o'zaro sevgidan farqi shunda. Unga faqat mening haqqim bor, faqat mening. Muhabbat nomidan o'ynashni istasangiz, boringizni tiking. Qo'rquvga ne hojat? G'olib chiqsangiz, ajoyib ish bo'ladi. Mag'lub bo'lsangiz, bu hammasi tugadi degani emas.